Mana shu Isfana soyini sohil mustahkamlik ishlarini olib boryapmiz. So'g' viloyatida xalq hashari yo'li bilan qilinadigan eng katta ishlardan bittasi mana shu bo'lsa kerak, meni fikrimcha. Shu g'ulakandozimizni ichidan kesib o'tgan Isfana soy masalasida ahli jamoa chiqib keldiki, maqsad shu Isfana soyini barqaror qilishi. Ya'niki katta suvlar kelib, juda ko'p xalqimizga tabiiy ofat olib kelish natijalariga bordi. Hatto shu yo'l, mashina yo'lini olib ketdi. Mana Isfana soyini ta'mirlash ishlari jadallik bilan davom etmoqda. Mana bunga xorijdagi vatandoshlarimiz, jumladan Rossiya Federatsiyasi, Amerikadagi vatandoshlarimiz o'zlarining moliyaviy yordamlarini ko'rsatmoqdalar. Я хочу выразить особую сердечную благодарность директору издательского дома «Профпресс» Владимиру Леонидовичу Поставану за оказанную помощь, за поддержку. Mana shu Isfana soy holatini kelib ko'rib, bu yerda juda katta ish bo'lganini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Haqiqatan ham bu ishga qo'l urish, bu ishni boshida turish, bu ishni mana shunday bir kelgan ofatni oldini olish albatta bitta ikkita odam ishi emas. Xalqimizning endi birodarlar hamjihatlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak hadislari bor. Ya'ni insoniyatni yaxshisi mana shu xalqqa, jamiyatga manfaat keltiradigan inson. Xudo xolsa inshaalloh bir 100 yillar davomida Xudo xolsa bu narsa o'zini shu istiqomi bilan, mustahkamligi bilan xalqimizni ko'p ofatlardan saqlab turadi. Shuning uchun rahmat avvalambor mana shunday xayrli ishlarda o'z hissalarini qo'shgan hamqishloqlarimizga, sohibkorlarimizga, oddiy xalqimizga birodarlar.